Farg'ona shahardagi baraxolkadamiz o'rtoqlar. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Sizga batafsil tushuntirib o'taman. Bugun xudo xohlasa, to'liq shu baraxolka haqida to'liq videolarni birma-bir tushuntiraman. Baraxolkada liboy narsa topsa bo'lar ekan o'rtoqlar. Men o'zim hali muzikal narsalarni yaxshi ko'rganim uchun. Bu subwoofer necha pul ekan? Qaysi pul ekan? Mana Sharp. Sharp 350. 350 ming. Chista Yaponiya. Chista Yaponiya. Ha, yo'q. Zo'r. DVD'lar ham bor ekan. Tasvirlari bor bo'lardi. Chotki. Liboy narsa bor-da o'rtoqlar. Bu tarafda ham haligi odam miyasi dam oladi-da qandaydir. Siz like-ni bosavering, men sizga polni tushuntirib o'tiraman o'rtoqlar. Nima ekan bu fotoapparat? Qanaqa ekan bu? Nima Orion fotoapparat ekan bu? Qanaqa fotoapparat ekan? Ko'rsa bo'larmikin? Antikvar ekan bor-a. Spishkali ekan shekilli, bunday aylantirib nimadir qiladi shekilli buni. Zo'r. Misol uchun menga yoqdi. Telefon ham bor ekan bu yerda. Matapilalar. Bular yangimi, rabochiymi? Rabochiy ekan. Nech puldan? Egasi yo'q ekan o'rtoqlar. Egasi bo'lganda narxini aytardik, 600 ming ekan. Oy. Mana shu rus akalarda baribir zo'r narsalar bo'ladi. Ha, gupta o'zi. Ha, gupta. Naborlar bor ekan. Telefonlar. Tak, bu tarafiga o'tamiz. Bozor juda ham katta o'rtoqlar. Soatlab aylansangiz ham oxiriga yeta olmaysiz. Smartphone necha pul ekan? Smartphone 100 ming. 100 ming? Bunda Bluetooth boshqa narsalar bormikin? Yo'q, ha, yo'q. Ha, bu oddiyroq ekan, 100 ming ekan o'rtoqlar. Kiyim-kechak, mashinkalar. Yong'oqlar bor ekan. Necha pul ekan kilosi yong'oqda? 15 ming. 15 ming. Zo'r. Alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshimisan? Instagramga obuna bo'lib qo'y. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Bu sayrayaptimi? Zo'r-ku. Qishchasi ham bor ekan. Necha pul? Qaysi? Ha, shu soxot. Oldim 5 mingga aytdim. 5 mingga oldingiz. Zo'r olibsiz-ku. 5 mingga soxot olib qaranglar. Baraxolka baribir shunisi bilanda, hali ko'pchilik eski tuska bu narsa deydi-yu. Lekin bu joyda gashti ham boshqacha o'rtoqlar. Prosta aylanib, mazza qilib yurish kerak xolos. Bu joyda. Tak. Hozir kiyim tomondagi poligondan hozir o'tamiz. Bu pavilyondan demoqchi edim. Tak, bu tarafga o'tib olsak, уже запчастный joyi. O'tib olamizda. Tezda chetga o'tib olamiz. Bitta tepaliqqa chiqib olamiz. Mana bu yog'i уже zapchast kiyim aralash hamma yoq bor. Tak.
Bratanlar o'tiribdi-da, termosda choyni damlab. Bizani uylaringga kirsa nimadirlaring yo'q bo'lib qoladi-yu. Xullas shunaqa bratanlarda. Sizlar sirpab baxtingdan ochaymi, taxtingdan deydi-yu. Shundan-da bratan. Tak, jiddiy qo'chiylar. Zaryadniklar, naushniklar, mishka, smesитель bor ekan. Mikrovolnovka, пылесос российский. Oy. Hatta любой narsa bor-ey. Xullas bolalar uchun o'yinchoq ham bor ekan. Speedometr ham bor ekan uni yana. Ha, o'zim ham qiziqqanim. Mashinaga kolonka o'xtaryapman, agar bo'p qolsa, sotib olaman sizlar bilan birgalikda. Narxini ham qo'yaman. Nech pul ekan bu chamadondagi? 800 deyapman. 800. Yangi. Nimami? Germaniya bo'z. Bo'z. Ha, bo'z. O'rtoqlar 800 ming ekan, bemalol kelib olaverasizlar. Aka nomeringiz? Nomer 97lik Xo'p, 683 58 58. shu akaga kelaverasizlar. Zakonlarga har kun yakshanba kun chiqarsa, har bozorda. Xizmatlar bo'lsa ustidan mana Bo'ldi. elektr, remont, telefon, kompyuter ustasi. Aka like bosib qo'yasiz. Instagramga, YouTube'ga obuna bo'lib qo'ying. Yo'l aka 9600. Xullas, o'rtoqlar, bu taraf tak. Past tarafiga o'tamiz. Sababi past tarafda zapchastlar, boshqa narsalar bor. Moto ham sotilar ekan. Zo'r. Tak. Tomonga shashlik qo'ralar nech pul aka? 100 ming. O'rtoqlar, yangi yil boshlandi. Bosib yuboradigan joy ekan 100 mingdan. Hali 200 mingga ham topa olmaysizlar paytida. Aka, obuna bo'lib qo'ying. Nomeringiz kim? Sizgami? Assalomu alaykum. 100 mingdanmi? Kami ham bor, 100 mingdan. Nomeringiz nechi? 90 633 53 95. 90li 633 53 95 Farg'onadagi Zakanaldagi yakshanba bozoridamiz o'rtoqlar. Xullas, kelaverasizlar shu joyga. Bitta parik bor ekan, parik. Mana bu taraf arralar bormi? Любой narsa bor. Svarka apparat ham bor ekan. Bolta, shu Ashe zo'ru. Bu taraf smesitellar ekan. Chotki, kapkillar. Bu narsalar bor ekan xullas. Atoqa, Sekin ayladi. gap yo'q. Zam aylanib. Kirgiga ham chiqtirasiz. Yo'q, kirgiliga chiqqanim yo'q. O'rtoqlar, o'sha legenda, o'sha nima sotadigan joyga kelganmiz. Mana chexollar sotadigan joyga kelganmiz. Legenda shu joyda. Любой narsalarga topsalaring bo'ladi o'zi. Qalaysizlar? Obuna bo'lganmiz a? Sanchi? Bo'lganmisizlar? Gap yo'q. YouTube'gachi? Yo'q, YouTube'ga bo'lmagansan. YouTube'ga bo'lib olgan. Instagramga lekin tayyor bo'lgan. Ha, молодец. Mana o'sha legenda akamiz, hamma so'rayotgan legenda akamiz manada. O'rtoqlar, shu akani o'zim mashhur qildim, ishonaveringlar. Faiz Farg'onaga. Любой narsalar bor o'rtoqlar. İşte chexol deysizlarmi? Xullas, to'g'ri endi deshov, arzon, lekin topsanglar bo'ladi-da. Ancha-muncha bozor sotmaydigan korpuslarga ham chexollar bor bu tarafda. Tak, kiyimlar bu taraf. Aka, qalaysiz? Yaxshi. Men videoga qo'ygandan keyin tanib kelishdimi yo'qmi? Ikkitasi gapiryapti. Bitta ikkitasi bas aka, 1 million odam ko'rdi. Ha. Ya so'ra nima qilishyapti? Hamma ko'rdi. Nasos nech pul ekan? Nasos 100 ming. 100 ming so'm o'rtoqlar, mashina uchun nasos. Ana zaryadga qilib qo'yilaveradi. Velosipedkami? Yo'l aka 96 nol.
Tak, bu tarafda kiyim-kechaklar akkuratniy, toza-ozoda. Xullas. Baraxolkami? Tak, bu tarafda kiyimlar. Hammani savdosi avjida, xullas. Savdo qilyapti, maza qilib hamma. Kimdir sotyapti, kimdir sotib olyapti. Bitta pilotlardan bor, polni elektronniy jihozlar ham bor ekan. Zo'r. Neobichniy toshlar. Ya'ni Nokia telefonlarda bo'lardi-yu, 3.7 Leon. Shunaqa batareykalar bor ekan. O'sha paytdagi batareykalardan. Zo'r, original. Qarang, Moskva ulitsa. Sertifikatlangan ekan tovar. Tosh bo'yalgan или необычный bir g'aroyib tosh ekan o'rtoqlar. Ham ularni tasbihli qiladi shekilli-da bu tosh bilan. Shu zo'r ekan. Bu nos qovoq-a? Mana soatni qaranglar, soatni. Kim esladi? 100 ming. Ana mirovoy soati 100 ming so'm ekan o'rtoqlar. Biz bozorgamiz hozir baraxolkadamiz, akiga uchiraverasizlar, sizcha antikvar narsalar kerak bo'lsa. Tak. Tak, bu taraf ham zo'r. Faqat hozirda bitta narsada o'rtoqlar. Bu joyda to'g'ri, yangi narsa kam sotiladi. Haligi yo'q emas, yangi narsalar ham bor, lekin ko'pincha ishlatilgan narsalar, lekin uyda haligi keraksiz bo'lmagan narsalarda, haligi keraksiz bo'lib qolgan narsalar. Haligi tashlandiq emas, keraksiz bo'lib qolgan, o'sha u odamga ehtiyojini qondirib bo'lgan narsalarda. Kimdir sotib o'rniga boshqa yaxshiroq narsa olmoqchi bo'lar. Shuning uchun bu joyda shunaqa narsa. Bu tarafga o'tib olamiz. Men o'zim sevadigan bitta fonli joy ekan. Aksessuar. Necha pul ekan? Mana bitta ochilib qo'ygan. Komplektmi? Mana o'zida, Samarqandda, qora o'zi. Yo'q, adini. Bu necha pul? 50 ming. Ha, bu o'sha narxga yarasha ekan. O'zi yaxshimi? Telefonlar ham bor ekan, albatta. Tak, planshetlar bor ekan. Planshetlar necha pul ekan? Planshet. Voy. Voy. Asus necha pul ekan? Planshet? Да. Это российский, вот чуть-чуть стекло треснуло. А так работает? Работает, да. Necha pul? 100 ming? 500 прошу, чтобы ты есть. O'rtoqlar. Kelib olaverasizlar. Zo'r narx. Bitta boshqa telefonlar ham bor ekan. Chotka shu opaga o'chiraverasizlar. Za kanaldagi baraxolkaga. Tak. O'rtoqlar, birinchi qismda shu joyda tugataman. Ikkinchi qismni ko'rish uchun sahifamga obuna bo'ling. Xudo xohlasa ikkinchi qismi bundan ham zo'r chiqadi.